Assalomu alaykum. Biron beton qo'shiq onasalarim. Mana bizlar yana bir yerda ishimizni bitirdik. Bu yerdagi ishimiz Turkman ko'chada bo'ldi. Aztakan uyi. Bu yerda steyashka bilan barda qo'yib berdik Aztakana. 138 kvadrat steyashka bo'ldi. 37 metr bordür bo'ldi. Mana bordirimizdan to'g'riligi. Buga ketgan narsalar 136 sement ketdi. Bir chakmon tosh to'ktirib qo'ygan ekan. Shundan 6 kepchasini ishlatdik. 2 sil chaya ketdi. Mana steyashkamiz. Akşam bir kunda bitirib berdi. Mana bordirimiz. Mana keyin bu yoq betona ishlab berdik. İki yoq betona steyashka bordir qilib berdik. Mana ishlarimiz kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol Biron beton qo'shish xizmatini telefonlashaverasizlar. Aztakana steyashkalar buyursin va ustida to'lab bermak nasib etsin.